Qorong'i ham tushib qoldi, ketavermaymizmi, shef? Ya menga farqi yo'q, aka, bitta odam pulini bering, yuraveraman. Yo'q, menga qimmatga tushib ketadi-da. Men shoshib turuvdim-da. Kutasida bo'lmasa, aka. Bu ana bala Qo'qonga emasmiga? Akaxon, Qo'qonga emasmikin bitta odam? Ha, Qo'qonga aka. Akaxon, Qo'qonda qatiga ekan, bering sumkalarni. Yangi Qo'rg'onga aka, maslahatga. Yangi Qo'rg'on maslahat. Bo'ldi aka, tashab qo'yaman, aka. Qancha bo'ladi aka? Akaxon 100 gacha tashab qo'yaman, chiroyli qilib 2 so'm beraverasiz, aka. 200 ming juda qimmat aka. Sal kamaytiring, o'zi cho'ntamda bori 200 ming chiqadi. Akaxon, o'z Qo'qonda o'ziga 150 so'm olyapti. Sizni xo'p maslahatga tashab qo'yganimga 50 ming so'm so'rayapman, aka. Kech payt odam bo'lmaydi, bilasiz. Eshigingiz tagigacha tashab qo'yaman, akaxon 2 so'm qilib beraversinlar. Bo'ldi aka, uygacha olib borib qo'ysiz bo'ldi. Qanchada yuramiz? Bo'ldi akaxon, o'tirasiz, yuramiz. Bo'ldi akaxon, to'ldik, ketdik. To'g'ri akaxon. Sog' bo'lsinlar. Yaxshi dam oling aka. Akaxon, bunday gapdi. Hozir meni 5 ta zaril pochtam bor edi, omonatli pochta aka. Hozir ular tarqatganimgacha ancha kech bo'lib ketar ekan. Gazim ham yetib kelib qolibdi, propanim ham. Men bilan yuradigan bo'lsangiz ertalabgacha qolib ketasiz aka. Siz shunday chiqarib yuborib qo'ya qolyapti taksidan. Qanaqa bo'lar ekan aka? Siz bilan ular kelishmadik-ku, uygacha olib borib qo'yaman degandingiz. Haddidim aka, shunaqa. Hozir soatga qarang aka, 2 bo'lyapti. Men bilan yursangiz ertalabgacha qolib ketasiz, yuraverasiz, farqi yo'q. U ham mashina-yu, jon aka, chiqarib yuboraman sizni. Mayli aka, masalan chiqarib yuboring. Kechga qolib ketsam videolar ham xavotir oladi. Bo'ldi-da akaxon, mana hozir chiqarib yuboraman, 100 gacha tashab qo'yadi tezlashtirib. Qatiga aka? Ama aka, Yangi Qo'rg'ongacha. Ha, Yangi Qo'rg'onni qatiga? Yangi Qo'rg'onga kirib qolsangiz bo'ldi, tashab ketaverasiz. Men sentrigacha boraman, bo'laveradimi? Bo'ldi, shu kecha olib borib qo'ysangiz bo'laveradi. Nech pul bo'ladi? 10 ming beraverasiz. Ya endi 10 ming Toshkentdan olib kelmayapsizmi aka? 5 ming beraman. Rozi bo'ling. Mana, hozir sherigim bor, sherigim chiqarib yuboraman. Qani akaxon, cho'rsinlar, gaplashib qo'ydim mashinani. Ha aka, meni 200 mingdan boshqa pulim yo'q taksiga berganim. Ya ag'da xijolat bo'lmay, men berib qo'ydim. Siz bering menga 200 mingni. Ha, mana aka. Bo'ldi akaxon, bagajda narsa bor edi. Ha. Voy, muncha og'ir nima bor aka buning ichida? Men sumkangizni oling aka. Men. Shu o'rtalay tushib qolarasizmi? Maslahatga tashab qo'ymaysizmi? Yo'q, maslahatgacha bormayman. Sherigingiz o'sha Yangi Qo'rg'on sentriga tashab qo'ysiz bo'ldi dedi-yu. Ya aka, kech bo'lganda qanaqa yetib olaman? O'zingiz tashab qo'yavering. Yo'q, aka, tashab qo'yolmayman. Hozir men mana mahallaga kirib ketaman. Haqida odam qarab turibdi. Popga olib ketishim kerak. Shoshib turibman. Sherigingiz maslahatgacha deganda sizni olmas edim. Bir nima qilib yetib oling, shoshib turibman. Maylimi? Mayli aka, bir nima qilarman. Yana shopir yomon aldab ketdi. Endi qana yetib olaman akana?